Bizga Spark motion keldi. Spark 1.5. Mashina aybi mana ventilyator. Xo'sh, ventilyator o'chmayapti. 112 gradus chiqayotgan. Ventilyator qo'shgan, lekin o'chmayapti. Hozir mashina tekshiryapmiz. Mana bu yangi apparat olib kelganmiz, televizorga apparat olib kelganmiz. Bu issiqlik ko'rgan apparat hozirda tekshiramiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Pechga kirgan tashlanka issiq mana. Hali bir so'chga chiqib turgan, mana ikkinchisi yoqda pechdan suv aylamayapti degan u. Buni so'rayman, ingichka shlanka rezerv turdi-ku. Barib chiqdi. Bu termosatda ko'ryapmiz hozir. Mana kiruvchisi chiqayotgan radiatorga o'tayotganmiz. Mana issiq, pastdagi patrovka, mana ikki patrovka, pastdagi yoqda. Ko'ryapsizlar? Parsan o'tayotgan. Qo'lni ko'rsating. Mana ko'rsatish ishlangan. Mana bu chiqaydigani ta'si bu yoq suv o'tmayapti mana pastga. Bu boshida termosatga o'xshayapti aybi. Mana apparatni ko'ryapmiz. Kesak salam o'shalarida shu apparatda tekshirib beramiz. Mana rezervuardan suv aylamayapti. Yoqmayapti. Apparatda hammasini to'liq ko'rsatadi. Mana xudo xolasa sport mashina tayyor bo'ldi. Mashina aybi remontdan chiqdi. Ya'ni pompa aylamagan ekan, sirkasi yo'q ekan mashinada. Hozir hammasi ishladi. Mana ventilyator qo'shdi, 96 gradusga tashlayapti. Shu ventilyator o'chdi mana. O'rtasida. Endi buni televizor ko'ramiz. Bu ya 110 gradusga chiqib ketgan temperaturasi mashina sovib ketgandi. Endi hozir buni televizor ko'ramiz. Ko'rishingiz mumkin mana televizor ko'ramiz. Mana pechga kiruvchi, chiquvchi ikkita shlanka issiq. Bu reduktordan suv aylanish yo'q edi, ishladi. Bu yo'q mana. Yerda chiqayotgani va bu yoqqa kirayotgan, pastga kirayotgani. Patrovka pastdagi ham bu yoqqa e'tibor bermasizlar. Mana radiatordan qo'lni qizigan, pastdan chiqayotgan shlanka ham yoqda turibdi. Katta o'tadi, pastda katta shlanka. Mana apparatda siz ko'rsatdim masalan. Mana bu yoq ham pol namasi, mana. Suv aylanish zo'r, sirkasi yaxshi bo'ldi. Hammasi apparatda ko'rinib turibdi. Kesingizda sizlar boshlarda mana shu apparatda tekshirib diagnoz qo'yib beramiz. Bemalol ko'rasizlar. E'tibor uchun hamma rahmat, sog' bo'linglar. Hamma ishga Xudo barak bersin. Sog' bo'linglar. Bizani kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa yangilardan so'z ko'p bo'ladi.